Assalomu alaykum. Bu video qo'llanma talabalar uchun bo'lib, u orqali siz Career Center platformasida qanday ro'yxatdan o'tish va o'zingizni ilk rezyumengizni yaratishni o'rganasiz. Birinchidan, saytga kiring va ro'yxatga o'tish tugmasini bosing. U yerda shaxsiy ma'lumotlaringizni kiriting. Muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tgandan so'ng, o'z profilingizga o'ting. Bosh sahifada ma'lumotlaringizni to'ldirishingiz kerak bo'ladi, chunki dastlab barcha maydonlar bo'sh turadi. Iltimos, barcha ma'lumotlarni to'liq kiriting. Shunda ish beruvchilar siz haqingizda zarur ma'lumotlarni to'liq olishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, albatta universitetingizni tanlang, fakultetingizni, kirish va tugatish yillarini ko'rsating, hamda aloqa uchun kontaktlaringizni qoldiring. Agarda sizda nogironlik holati bo'lsa, iltimos bu bandni ham belgilang. Shunda ish beruvchi sizni ehtiyojlaringizni haqida oldindan bilib oladi. Eng oxirida esa o'zingizni statusingizni belgilang. Ish qidiryapsizmi, allaqachon ishlayapsizmi yoki takliflarni ko'rib chiqayotgan bo'lsangiz. To'ldirilgan profil mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Keyingi bo'lim xabarnomalar. Bu yerda ish beruvchilar sizni murojaatlaringizga javoblar, ish takliflari va keyingi ko'rsatmalarni qoldirishadi. Shu yerda siz tezkor tarzda kompaniyani profiliga ham o'ta olasiz. Keyingi bo'lim meni murojaatlarim. Bu yerda siz aniq holatlarni ko'rasiz. Qaysi vakansiyaga murojaat qilgansiz, uni ko'rib chiqish vaqti va javoblar. Keyingi bo'lim meni rezyumelarim. Bu yerda siz yaratgan barcha rezyumelarning ro'yxatlari ko'rinadi. Keyingi bo'lim sozlamalar. Agar kerak bo'lsa, asosiy ma'lumotlaringizni shu yerda o'zgartirishingiz mumkin. Endi rezyume yaratish tartibi haqida. Rezyume yaratish uchun profilingizdagi maxsus tugmani bosing. Sizga rezyume yaratish sahifasi ochiladi. Bu yerda lavozim nomini kiriting. Kerakli ixtisoslikni tanlang. Mehnat turini belgilang. Qo'shimcha parametrlar, kutilgan maosh va tajribangiz bo'lsa kiriting. Agar tajribangiz bo'lmasa, maydonni bo'sh qoldirishingiz mumkin. Agarda bo'lsa, ish joyi, lavozim, ishlagan muddat va nima ishlar bilan shug'ullanganingizni yozib qoldiring. Eng oxirida esa, agar siz qandaydir kurslarga qatnashgan bo'lsangiz yoki sertifikatlarga ega bo'lsangiz, ularni ham shu yerda ko'rsatishingiz mumkin. Bu ish beruvchilar uchun juda katta plus hisoblanadi. Katta rahmat. E'tiboringiz uchun tashakkur. Agar savollaringiz yoki muammolaringiz bo'lsa, veb-saytda ko'rsatilgan kontaktlarimiz orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin.